3,5 yosh o'g'limi ko'krak qafas suyagi tekkizmasdan chiqib qoladi-yu, ko'krak qafasi kelib turib. Rachitskiy deformatsiya. Xuddi shu narsa haqida savol. Shuni davolasa bo'ladimi? Massajga olib bordim, lekin foydasi bo'lmadi. O'zi 3 xil holat kuzatiladi. Birinchisi deylik ko'krak qafasi oldiga chiqqan kuriniya gurud deyiladi. Tovuqlar to'shiga o'xshab chiqib qoladi. U oldiga. Ikkinchisi ploskaya guruddan keladi. Tekis. Oldiga ham chiqmaydi, orqaga ham kirmaydi. Tekis. Devorga o'xshab turadi. Uchinchisi girdobsimon, ichkariga. Uchala случайda ham xavfli holatlari juda kamdan kam. Shu girdobsimondan tashqarisi xavfsiz. Girdobsimonda endi uni chuqurligini vaqt o'tib, katta bo'lib yurganda, masalan, 3-4 yoshlarda o'zi operatsiyalari 6 yoshdan qilinadi. Shungacha Kondrashin degan professor akademiyada klassifikatsiyasi bor, shu bo'yicha o'lchaniladi. Endi mana oldiga chiqib qolganlarning ko'plari raxit kasalligiga sabab bo'ladigan holatlar bo'ladi. Demak, raxit kasalligini davolasa, sekin-asta bular 10 yosh, 12 yosh borganda sekin-sekin o'zi tekislanganda ko'krak muskullari o'ssa, ko'krak muskullari o'sha tortsa, keyin sekin tiklanadi. O 2 yashar, 3 yashar bola, 5 yashar deylik, o'shanda ham bolani ko'krak qafasidagi deformatsiyalarda oddiy massaj bilan to'g'rilanmaydi, sabr qilasiz. Demak, ularda chiroyli gantellar ko'tarish, suzishga borishi, qo'llarini ko'tarib basketbol, voleybol o'yinlarini o'ynashlari, отжиманиялар qilishlari. Mana shu narsalar mana ko'krak muskullarini rivojlantirsa, bular keyin qovurg'alar tortib, chiroyli bo'lib tekislab beradi. Uni ming ezib qil organizmdan bo'lmaydi. O'shaning uchun sabr qilasiz. Hali aytdim, o'sha girdobsimon deformatsiyalarda ko'proq kuzatish kerak bo'ladi. Qolganlarini e'tibor bermang. Quyoshga olib borib, quyoshlik ertalab, kech payt issiq qumlarga yotqizib, mana hozir kunlarda qumlar isyapti. Yotqizib, chiroyli fizika chiniqtirib, ovqatni vaqti yegizib, vaqtida dam olgizib bolani, shirinlikdan sal chiqarib, yuring bolangizni, chiroyli bo'ladi. Olgan lechenyangiz foydasini o'shanda berasiz keyin. Bo'lmasam keling, men ko'rib beraman.